Assalomu alaykum qadrdonlar, mana bu yer Koreyskiy soliq insonotlarimiz. Bugun sanamiz 2025-yil 6-aprel sanasi. Bu tamam, hozir ko'rsatib o'tganimizdek soliq emas italyanskiy kirlari. Gulda, mevada, hosilda. Har bittasi gul, hosil, meva. Bu ikkinchi etaji. Bu mana birinchi etaj. Tashqatlarimiz. Har bittasida bor behijolat. Umumiy holati. Mevalar, hosillar. Tepasiga setkani yopdik. Setka yopganimizdan keyin bu ikkinchi etaj, yuqori etajimiz keyin amal oldi. Keyin bag chiqarib keldi, yangi baglar. Bo'lmasam kuyib ketgan baglari. Mana shu nimani aytganimizdek issiqda kuyganlari mana. Endi yangi bag chiqaryapti mana. Mana o'shalar saqib olgandan keyin yangi bag chiqarib hosillar yurib o'zi mana tadbirlar chiqib kelyapti. Mana ular yo'q ketadi. Bunisi endi mana sekin yana qaytib chiqib kelyapti. Chunki issiqda kuyib ketdi. Tbilisining 36 gradus, 37 gradus olib ketdi. Tagimiz beton. Issiqda qaytarib beradi. Uni yo'qotish uchun atrofli ochganmiz ikki chekkasini. Ikki tomonni ochib to'g'irladik. Shunda chiqib keldi, tepasini bekitib. Tbilisining namlik 10% dan ham pastlab ketib qoldi. O'sha isib turgan vaqtlarda. Suvning ichi mana drenajdan tashlanroq chiqib ketib turibdi. Bu mana umumiy holat. Yangi hosillar, yangi gullar, yangi baglar.
Bu tomon ham xuddi shunaqangi. Mana yo'llar mana nimadan keyin shakllanib chiqib keldi. Tepasini bekitib, ichidagi havoni, quruq havoni yo'qotganimizdan keyin mana shundan chiqib keldi. Shakllandi mana natijalar o'z-o'zidan. Bitta qattiq stressga oldik. Bu bizga ham foyda bo'ldi, ham ziyon bo'ldi. Lekin ziyondan ko'ra foydasi ancha kuchli bo'ldi. Chunki qattiq stressga tushgandan keyin bu so'tlarimiz hosilga kirib boraveradi. Hosildan to'xtamaydi. Shu bitta qattiq stressni ko'rdi. Ham issiqda ko'rdi, ham 3-4 gradus plus bo'lgan sovuq havoni ko'rdi. Chunki havo sovuganda ham atrofini bekitmadik. Ochiqcha qoldi. Qisqacha shu qulupnaylarimiz holati. Umumiy maydonimiz salkam 4 sotik, 3.8 sotik chiqadi. Ertaga terim, xudo xolasa, qancha chiqar ekan ko'ramiz. Ertaga terimni qo'ysak, borib topshiramiz egalariga. Bizda hozircha shu. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.